Qiziq, agar men qo'g'irchoq bo'lganimda qaysi qo'g'irchoq bo'lardim? Keling, buni TikTokdan birga sinab ko'ramiz. TikTokka My Breast Doll deb yozish kerak ekan. Doll yozdik. Sochim bunaqa uzunmas, qorayammas. Demak, o'zimizga mosini yana qidiramiz. Qidirib ko'rdim va menga eng yaqinini topdim. Sochimizni rangi ham bir xil. Zinachit boshladik. Rangi juda ham oqmas ekan, shuning uchun o'zimni rangimdagi kushondan foydalanamiz. Kushonni ayamasdan surtish kerak, chunki kukla bo'lish oson emas. Endi kontur qilamiz. Bularni burni nimaniki kichkina bo'lar ekan, juda ham ozgina bor ekan. Nima surilmayapti? Hammaniki ozgina surtdi. Chunki bularni jag'i kichkina. Qo'rqmasdan surtish kerak. Endi qoshlarni bo'yaymiz. Qoshi jigarrang ekan va qoshini oddiygina pastga qaragan ekan. Asosiy fokusi mana yerda ekan qoshini. Jigarrangda bo'yaymiz. Pastga qaragan qosh bo'lgani uchun mani qoshim ayni muddao. Qoshlarni bo'yadik. Rumyana surtamiz. Rumyanasi qizil ekan. Mana qizil bu bor burnining uchiga. Rumyanasi bu yerda emas, bu yerda ekan. Jag'ida rumyana surtdim. Endi ko'zlik o'tamiz. Qovoq yopishtiramiz. Qovog'im shunaqa. Endi ko'zimizni makiyajiga o'tamiz. Sal jigarrangroq suramiz. Mana qo'g'irchog'imni yiltiroq bo'lmasa bo'lmaydi. Men yiltiroq qo'shaman. Ko'zini ichiga qalam surgan. Ashti shunaqa. Okey, ko'zimiz bo'ldi. Men kiprik yopishtirib linza qo'yib kelaman. Kipriklarimni yopishtirib keldim. Ozgina oq bor ekan. Ashtlarigacha. Yog'ida, burnim ustida. Burnim ustiga ozgina highlighter. Shu pomadan qo'yaman, ilojisi yo'q. Yaltirlatamiz, yaltirlamasa bo'lmaydi. Sochimni qilib kelaman. Va mana natijasi ko'rib turganingizdek qo'g'irchoq bo'lib oldim. Sochim sal o'xshamadi-yu, lekin chidasa bo'ladi. Ko'zlarimga gap yo'q. Buni effekt deb o'ylamanglar, effekt emas, ozgina effekt ham bor, lekin yo'q emas.